Endi men birinchilikni olmasam endi uyat bo'lar. Mashina benzin sarfi kam bo'lishi uchun shu paytgacha bizni mashinani gabariti, hajmi kichkina, mashinani o'zi yengil, motori kichkina bo'lishi kerak degan tushuncha bor edi, lekin xitoyliklar hozir yildan yilga texnologik rivojlanishi juda ham ildamlab ketganini orqasidan undan tashqari mana hozir BYD'da DMI ya'ni gibrid tizimini 5-avlodi yo'lga qo'yildi. Mana xuddi shu avlodni yordamida mashinani benzin sarfi shu g'o'dasiga 3-4 litr beryapti. Endi buni ko'ramiz bugun. Mashinani gabaritini his qilishinglar uchun bu mashina meni o'lchamlarimda o'sha Toyota Camry yoki Kia K5 yoki Malibu o'lchamlaridagi mashina, lekin o'sha mashinalar ham 6-7 litr yesa hayron bo'lardik. Juda ham ekonomik mashina ekan deb. Bu mashina bo'lsa o'shani teng yarim, 3,5 beryapti. Juda ham qiziq. Borib 1 litr, 2 litr benzinda ham bemalol 100 kilometrga harakatlanib yursak, menimcha hamma gibridda o'tsa kerak.